Ammo bir savol bor. Nega internetda yashirinish kerak o'zi? Siz jinoyatchi emassiz-ku. Xulosa chiqarishga shoshilmang. Har bir inson hayotida do'konga non uchun chiqib ketib, bir necha yildan keyin qaytish kerak bo'lgan vaqt kelishi mumkin. Ko'z oldimda sodir bo'lgan shunday afsonaviy holatlardan biri bu 1.700.000 maxfiy fayllarni o'g'irlamagunicha AQSh Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagan IT mutaxassisi Edward Snowdenning hikoyasidir. U epilepsiyani davolash bahonasida ta'til oladi, yoqtirgan qizi bilan xayrlashadi va Gonkongga ketadi. U yerda barcha maxfiylik qoidalari, jumladan yangi telefon, ishonchli VPN tarmog'i, tashqi dunyo bilan minimal aloqa va har safar parolni kiritganida ko'rinmas sumka himoyasidan foydalangan holda Guardian jurnalistlari bilan shifrlangan yozishmalar olib boradi. Edward amerikalik amaldorlarning sayyoradagi har bir inson ortidan josuslik qilayotganligi haqidagi sirini butun dunyoga ochib berdi. Mojaro juda katta xarakterga ega bo'ldi. AQShning barcha agentliklari uni topishga harakat qilishdi. Shunga qaramay, uni payqashlariga 3 hafta vaqt ketdi. Shundan so'ng u Rossiyaga ko'chib o'tdi va mamlakat unga siyosiy boshpana berdi. Edward hali ham Kropotkinskaya atroflarida yashaydi. Snowdenning g'oyib bo'lish siri qat'iyat, xotirjamlik, bilim va vaqtni boshqarishlardir.